Respublika xirurgik onko-nevrologiya ixtisoslashtirilgan markazi xodimlari tomonidan G'ijduvon tumani Sog'liqni saqlash bo'limiga qarashli Birinchi oilaviy poliklinikamizda aholi uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Bu ko'rik davomida o'sha bemorlarga viloyat va respublika darajasida statsionar davolanish uchun yo'llanmalar ham berilyapti. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika xirurgik onko-nevrologiya ixtisoslashgan markazi, Buxoro viloyat Sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi va G'ijduvon Sog'liqni saqlash bo'limi xodimlari bilan birgalikda tibbiy ko'rik tashkil qilindi. Bu ko'rikdan asosiy maqsad xalqimizni, aholimizni birlamchi tizimda o'sha tuman darajasida bemorlarimizga, aholimizga sifatli tibbiy yordamni yetkazib berish.